قال عليه الصلاة والسلام لا تقتلوا الجراد فإنه من جند الله الأعظم. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, soronchani o'tirmagiz. Haqiqatda ol Allohning buyuk askarlarining birisi. Soronchani boribizda bilan. Soronchani bir hajatsiz, bir sababsiz demak o'tirgan yaraymi? Yo'q, yaramaydi. Chunki Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam o'tirmagiz dedi. Lekin soronchani o'tirgan yaray. Agar menga hajating, ya'ni biror sababing bo'lsa. Masalan, qo'y bir xolta soronchani oshiylar. Oshar uchun demak o'tirgan yaraymi? Yaray. Shulay soronchalar ko'pgina o'lkalarda, ko'pgina jihatlarda shulay ziyon keltiradilar, zarar keltiradilar. Misol uchun mana bu yil Rossiyaning ko'p regionlarida soronchalar rayonlar bilan yerlarni oshab, eginlarni, shashuliklarni, tug'aylarni oshab, hatto hayvonlarga, mol-mulkatga, tiriklarga osharga qoldirmisha, butun ularni oshab ketdilar. Bu ziyonmi, zararmi? Zarar. Bu vaqtda soronchani o'tirga yaraymi? Yaray.